Assalomu alaykum. Sabah avazlıq əsərləri kanalına xoş geldiniz. Kanalımızda Qaynam örkişi, Çalı tekken oq, Manas deryasından qaytish, Anjambay, Sersanroh, Qanlıq iz, Qanlıq edir qatarlıq tarixiy romanlar, türmə xatirləri, Mahbus ruhlar və Sabit Damollamның qısqacha tərcümali, Xo'janiyaz Hacının iş fəaliyyətləri qatarlıq əsərlər var. Əsərlərimizni yaqtırıb anglışınızlarını qarşı alımız. Dostlarınızga və başqa toplarga tavsiya qilib qo'ying. Rahmat. Əmdi anglaydiganlar Türmə xatirləri Mahbus ruhlar. Abduri Abduli Ayub. Uyg'urcha so'zlaydigan so'roqchi. So'roqchilar bir-biri bilan ko'z ishorati qilishib, savol so'roqlarini boshlashga tamshaldi. Tunji so'roqda hammaga tayyor ekanligimni bildirib qo'yish uchun Anning so'g'uq, shubhali ko'zlariga qarab kulimsirab turib, "Yaxshimisan?" dedim Xitoycha. An ko'zimning ichiga qarab, olib qo'yib undimidi. Javob kutmagan edim. Maqsadim psixik sapoda uningdan ojiz emasligimni, har qanday hujumda yengilmaydiganligimni bildirish edi. So'roqni bir Uyg'ur boshladi. Yana biri xotirladi. An familiyalik Xitoy izchil nazorat qilib, qo'shiq silib, tahdid qilib oldimga kelib g'adiyib turdi. Ularning o'zaro Xitoycha bosh oxiri yo'q, ima ishoratlik qilgan paranglaridan meni bir cho'ng biliq, yo'q, bir kit deb o'ylab tutib kelganligini ta'minladim. An ko'zimdan bir narsani bayqamoqchi bo'lgandek uzoq qaradi. Menmu birdam qarshib beqib zirikdim. U oxiri ig'iz ichib, "Biz hammani bilamiz. CIA'ning o'rlashtirishi va mablag'i bilan Amerikadan qaytib kelganing, Amerikada ularning yordami bilan o'qiganing, bu yerda ularga moslashib nima qilganing, yana kim bilan nada, nima qilmoqchi bo'lganliging hammasi bizga ma'lum. Men faqat sana xizmat ko'rsatish fursati bermoqchi. Demasangmi mayli. Ammo unutma, Amir Temurning davridagi ishlarmo maxfiy yozilgandek, sening borgan har bir yering, sen ko'rishgan har bir kishi, sening qilgan barliq ishlaringmo xotirlanib bo'lgan, dedi azmisni izib, ko'zini uzmay qarab turib. Uning ko'zimning ichiga qarab turib, yolg'on so'zlayotganligidan mamnun edim. Ularning meni bir buyuk planning ijrochisi deb tasavvur qilib, shuni iqror qilishga qistashlaridan o'zimni xotirjam his qilatdim. Chunki men undaq emas edim. So'roq jarayonida ularning yozganlarim, tashabbusim haqida tuzuk bir nima bilmaydiganligini sezib, texmo bahraman o'ltirdim. Men tamkin edim. Ishxonaga so'roqqa ilib kirishdan burun yenimni aqturgan, kirpiklargacha siriq bola menga siyliq muomala qildi. U so'roqqa ilib mang'icha menga qo'pol tekkan Urumchidan kelgan saqchiga pichirlab degidek bir nimalarni degandek qilibdi. Urumchilikning muomalasi shu an o'zgardi. Agar Urumchidan kelgan u saqchi ustidagi saqchi kiyimidan boshqani tonimaydigan biri bo'lsa edi, shuncha berilgan holdimi pozitsiyasi uncha tez o'zgarib qolmaydi. Bu unsiz yuz berayotgan qo'llashlardan qalbim illig'an edi. Bu illiq sizim ruhimni ko'tardi. Ajoyib bir ishonch qalbimni chulg'an edi. Oldimda o'ltirgan pat-pat varqirab, musht ko'tarib turadigan Saman qo'saqning ismi Muxtar ekan. Boshqalarning muomalasidan ozroq amli bardek ko'rindigan, bo'yni yo'q, to'pdek semiz bu kishi Qashqarlik ekan. U to'liq o'tirni nada o'qiganimni so'radi. Javobim og'zimdan chiqib bo'lgacha u taajjublangan holda, "9-birinchi o'tirma?" deb qaytlab so'radi va ko'zlari chaqnab ketdi. Uning so'roqni boshlagandagi talaffuzidan Qashqarlik ekanligini jazmlashtirgan bo'lsam, birinchi o'ttira maktabning gapi chiqqanda ko'zidagi chaqnashdan men bilan maktabdosh ekanligini sezdim. Demak, kimligimni men bilan qurdosh, bir noilik, bir maktabda o'qigan Muxtar bilmagan yerda qolganlar asla bilmaydi. So'roqdan qaraganda Urumchidan kelgan to'yatining uchi kelishdan burun men haqida hech nima bilmaydi ekan.
men to'g'riliq hammani biladigandek ko'rinib olgan, Uyg'urchani ezib so'zlab turgan an degan bu Xitoyning so'roqlaridan mening yozmalarimni o'qib boqmaganligi mana-man deb ko'rinibla turadi. U faqat menga Amerikaning josusi deb qalpoq kiydirmoqchi, menga qasdan Amir Temurning gapini qilish orqali o'zining Uyg'urning buguni bilanla emas, tarixi bilanmi naqadar tonish ekanligini ko'z-ko'z qilib qo'rqoq salmoqchi edi. Anga o'zimning Amerikada o'qigan va Turkiyada bir mezgil turib tadqiqotda bo'lgan vaqtimda ko'rgan bilganlarimning hech birini yo'shirmay so'zlab berdim va men to'g'riliq qoldirilgan har qanday ovozliq arxiv, sinliq hujjat va yozma xotiraga imzo qo'yib beralaydiganligimni aytdim. An leksiyani boshladi. U Şinjan'da bo'layotgan bo'lgunchilik harakatlariga Amerikada faoliyat qilayotgan Uyg'urlarning parda orqasida rejissyorlik qilayotganligini, yerlik Uyg'ur sarxillarning ularga moslashib, dindan foydalanib Uyg'urlarni qurolliq zo'ravonlikqa quturtayotganligini, ona til qizg'inligini qo'zg'ashdagi maqsadimning 2009-yildagi 5-iyul voqeasidek bir voqea paydo qilish ekanligini, bu Şinjan'ning mustaqillik harakatining boshlanmasi ekanligini izib so'zladi. Men unsiz qarab o'ltirdim. Mening unsizlikim uningga ilhom berdimi yo meni qiltoqqa ilinayotidi deb o'ylab qoldimu? 2011-yildan boshlab Şinjan'da bo'lgunchilik, terrorlik va asabiylikning chet el gumashlari orqali kuchayib, oq qorni farq etolmaydigan kishilarni ziyoda qaymoqtirayotganligi, bundaqlarning ichida ziyolilarning Amerikani, qurolliq ashqullarning Turkiyani izchil baza qilganligini azvayladi. U shu yo'sinda birdam gap o'ynatgandan keyin uyan aylantirib, buyan aylantirib, men boshlagan ona tili haqidagi tashabbusning amaliyotda 5-iyul voqeasiga o'xshash cho'ng bir majra chiqarish uchun jamoat fikri to'plashning vositasi ekanligini, buni burunroq to'smaganda butun Şinjanning tavrab ketadiganligini izib ichirdi. Men xuddi yangi bir ma'lumot va bilimlarni anglayotgan qiyofatda, ha, shundoq deganimcha anga moslashdim. Chunki uning so'zlaridan o'zini ko'rsatishga amroq, va'z etishga xushtor biri ekanligi bilinib turadi. Shunga uningga bir astoydil o'quvchidek ko'rinishim, u gapini to'xtatib, savol so'rgan hamon beqinimga yiqilib, jon imonimni charaslatib, quruq qayq qilg'izib tashlaydigan, yiqilgan hamon ko'zlarimga qizillik tiqilib ketadigan tok kaltakning azobidan saqlanishim kerak edi. Anning men to'g'riliq o'zining farzidan boshqa narsani bilmaydiganligi va so'roqdan burun nimani so'rash haqidami astoydil tayyorlik qilmaganligi texmu bayqilyotdi. U amaliyotda Xitoy hukumatining Şinjandagi chatoq dushman kuchlarning sirtdan kuch ko'ritishi va ularning iziq turishiga uchragan kishilarning ichidan moslashishi orqali paydo bo'ladi. Bo'lgunchilik dinni qurol qilib turib, g'arbcha demokratik davlat qurish maqsadida terrorlik faoliyatlar bilan shug'ullandi degan yakunini meni jinoyatchi qilish orqali isbotlashga tirishyotdi. U faqat ustimdan farazlariga asosan hukm qilyotdi. U faqatla Amerikada va Turkiyada turganligimni jinoyat qilib ko'rsatdi. Demak, ularda meni tutadiganga hech bir fakt yo'q edi. So'roq bir yerga borganda meni bir qog'ozga imzo qo'yishga buyurdi. Qarasam, mablag'ni saxta ma'lum qilgan degan jinoyat nomi ekan. Mushu jinoyat bo'yicha meni 7 kun tutib turib tekshirarmish. Soqchilarning meni iqtisodiy jinoyat bahonasi bilan tutib, ondan siyosatga bog'lab so'roq qilib, saxta faktlarga iqror qildirib, ujuq turmoqchi bo'layotgani ko'rinib turadi. Amaliyotda eng ansirganim yozgan yozmalarim edi. O'zimcha xatarligi ona tilini qo'g'dash uchun tashkillagan fidoilar, so'zlagan leksiya, qilgan harakat va to'rlarda qoldirgan tashabbuslarim edi. Tunji so'roqning bu haqda boshlanmasligi ko'nglimni tinchitdi.
Shiraga paqqida urilgan ovoz bilan o'yg'ondim. Eli tutudu, mana tutudu deb 5 kundan buyon tuzuk uxlab boqmag'achqa ko'zim yumilib qolgan o'xshaydi. Yuzimga kayni-kayndan tekkan bir qancha tastakdan ko'zimdan o't chiqib ketdi. Askarga qarab varqirdim. Qo'lingda qurol turib, urib nima qilasan? Itivatsang bo'lmadimi? Itivat. Men chet elda o'qibmi, vatanda yashabmi to'ydim. Yezibmi, so'zlabmi to'ydim. Ota, ot. Meni urayotgan askar urushdan to'xtab, so'roqchining oldidagi gazitni purlab og'zimga tiqdi. Ondan mineral suv botilkasi bilan 5-6 ni urdi. Uning bilanmi puxadan chiqmadimi qandaq? Qo'rsqimga tok kaltakni yaqqan edi. Vaj qilgan ovoz bilan chirqirab ketdim. Qo'rsqim xuddi qo'qas to'kilib ketgandek ichishib ketdi. Put-qo'lim lag'ildab titrab, tishlarim kasildaydi. Bütün bedenimden muzdek soğuk ter purqirab chiqmoqda edi.